Hammaga assalomu alaykum. Hozir SAT natijani qanday qilib tekinga jo'natishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, SAT natijani imtihonga kirishdan oldin jo'natishni belgilab qo'yish kerak. Chunki imtihon kirishdan oldin belgilasa, 3-4 ta muassasaga tekinga jo'natsa bo'ladi. Agar imtihonga kirib chiqqandan keyin jo'natmoqchi bo'lsalaringiz, o'sha har bir muassasa uchun $15 to'lovi bor. Shuning uchun to'lovni qaytarmoqchi bo'lsalaringiz yoki DTMga yubormoqchi bo'lsalaringiz, oldindan belgilangan yaxshi. Demak, buni bajarish uchun akkauntda registratsiya qilingan testlar ro'yxatida Send Scores tanlaymiz, jo'natishni bosamiz. Ikkita muassasani kiritishimiz asosiy davlat uchun. Agarda chet elga topshirmoqchi bo'lsalaringiz, universitetlaringiz aniq bo'lsa, topshirmoqchi bo'lgan joylaringizda kodini tanlab, nomini yozib, ulardan belgilab qo'yishlaringiz bo'ladi. Xo'p, demak, birinchi navbatda 35787 bu bizda bilimni baholash agentligi, ya'ni DTM imtihoniga shu SAT 1200 dan yuqori bo'lib universitetga kirmoqchi bo'lsangiz, shu yerga jo'natib qo'yishingiz kerak, chunki shu orqali tekshiradi. Xo'p, bu endi hozir iyunda topshirayotganlar uchun sal muammo ham bo'lishi mumkin, chunki ular buni tez topshirishi kerak. Agar 6 topshirsa, natijalar 21 da chiqadi. Uni Rush orqali jo'natish kerak. $31 qo'shimcha to'lov bor. Buni undan keyin jo'natmoqchilar yoki 10-sinflar uchun aytib qo'yapman. Demak, shunday tekin qilsa bo'ladi. Undan tashqari, demak, 31540 kodi orqali bunga ham jo'natib qo'yish kerak. Chunki bizda bu yer orqali to'lovni qaytarishga ariza berganda mana shu orqali tekshirishadi. Demak, odatda mana shu davlat uchun asosiy ikkita joyga belgilab jo'natsak bo'ladi. Bu ko'rib turganlaringizdek bizga tekin $0 ga tushadi. Agarda shuni e'tiborsiz qilib yoki erinib keyin jo'natmoqchi bo'lsalaringiz, o'zi bu qo'shimcha $30. E'tiborsiz bo'lmaysizlar, e'tiborli bo'lingizlar. Demak, shu ko'ryapsizlar, ish ancha oddiy, 1 minutdan vaqt ketmaydi. Bo'ldi. E'tibor uchun rahmat.